rayonimiz yaqin oradamda o'zgarish bo'lmagan, to'g'risi. Men ayni daqiqalarimizda bolaligim o'sgan Sirdaryo tumanidagi eng uzun ko'chalardan biri Navoiy ko'chasidaman. Yoshligimda bu ko'cha loy ko'cha edi. Lekin hozir ko'rib turganingizdek bu ko'cha asfalt ko'cha bo'lgan. Sirdaryo tumani yo'llardan foydalanish davlat korxonasi tomonidan press tur tashkil etilgan va ayni daqiqalarimizda ushbu korxona xodimlariga savol bilan yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Sirdaryo tumanida yo'llar bo'yicha qanday o'zgarishlar amalga oshirilmoqda? Muhtaram prezidentimizning qarorlari tufayli tumanimizda 42 kilometr yo'l dasturga tushgan. O'sha 42 kilometr yo'lni hozirgi paytda 33 kilometrni bajardik. Mana o'sha yo'llardan bittasida turibmiz. 30 kilometr bajarib bo'lindi, yana 9 kilometr yo'limiz qoldi. 9 kilometr yo'lda hozirgi paytda ish jarayonlari ketmoqda. Agar sir bo'lmasa, reja asosida qaysi mahallalar asfaltlashtiriladi? Hozirgi kunda o'sha qolgan 9 kilometr yo'limizning asosiy qismi Adolat, Intilish, Istiqbol, Oqyo'l mahallalarida ish qolgan. Hozirgi paytda o'shani ostonalarini tayyorlayapmiz. Xudo xohlasa, asfalt olish jarayonlari boshlanadi. Fuqarolarimiz xursandmi? Конечно, xursand. U yurarda ana shunday balchiq edi, o'ldi. Mana tekis bo'ldi. Mana xalq xursand, bolalar boradi, yuradi. Mana odamlar masjidga boramiz. Yengilgina oldin turtinib toshlarga yurardik. Odamlar xursand. O'zgarish bor. Rahmat, avvalo mana shunday asfalt qilib berganiga rahmat. Latoblar qilib beryapti, yo'laklar qilib beryapti. Mana chiroqlar qo'yilyapti. Yaxshi, o'zgarish bor. Sezilarli o'zgarish bor. Sirdaryo tumanidagi barcha mahallalardagi ichki ko'chalar bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Biz eng yaxshisini sizlarga ilinamiz. Biz Sirdaryodan gapiramiz.